Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilar. Bizni guvohini kuzatib bo'layotgan azizlar, barchalarga menga salom. Azizlar, hozir men aeroportdan viza qilib boryapmiz. Hozir biz aeroport ichidan qilyapmiz, avzorda mana bu tomon. Bishkek xalqaro aeroporti, Manas aeroporti. Endi qaranglar azizlar, bu tomonda mana ko'rib turganlaringlardek bu yerda mos qurilyapti. Narigi tomonga aeroportni stankasi qurilyapti. Ko'rib turganlaringizdek do'stlar, mana 1 2 3 4 podvali bilan 5 etajli, tepada balkoni bilan 6 etaj, endi balkonchada ikkita xonadan ko'rib turganlaringlardek zamonaviy tarzda qurilyapti. Tashqarida ham do'stlar mana yomg'irga e'tibor berib qo'yasizlar. Yomg'ir normal yomg'ir quyyapti mana. Akamiz yiqilib tushdi. Azizlar, ko'rib turganlaringlardek mana manzaraga e'tibor berib qo'yasizlar azizlar. Bizni kuzatishda davom etib, bitta laykalarni otib, obuna tugunchasini bosib, podpisatsiya qo'yishni unutmaymiz azizlarim. Ko'rib turganlaringlardek, bu ya'ni shu Qirg'iziston xalqaro aeroporti bu. Bu tomonda ham san'at asarlarini qilayotgan ekan, to'xtab qolibchi desam. Hali lesalardan ishlar ketyapti ekan.